Ish izlayotgan fuqarolar va malakali mutaxassislarni ish beruvchilar bilan bir maydonda uchrashtiradigan mehnat yarmarkalari bandlikni ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri poytaxtimizning Yashnobod tumanida tashkil etildi. Bu yarmarkamizda 500 dan ortiq fuqarolar qatnashdi va bugungi kunda o'zlariga ma'qul keluvchi ishlar bilan tanishishdi. Shu yerda o'zida anketalar to'ldirgan holda, suhbat jarayoni shu yerda tashkillashtirilgan holda fuqarolarni ishga yo'naltirish ishlari davom etmoqda. Asosiy maqsadimiz Toshkent shahridagi fuqarolarning bandligini ta'minlash, ularni muayyan daromadga ega bo'lishi va kambag'allik darajasini Toshkent shahrida yanada kamaytirish. Bu joyda hozir faqatgina yoshlar emas, balki yoshi kattalar, shu bilan birgalikda deylik 30 yoshdan oshiq odamlar ham ko'p. Yil boshidan barcha Toshkent shahrining tumanlarida bo'sh mehnat yarmarkalari bo'lib o'tmoqda. Shu bilan birgalikda yil yakuniga qadar bunaqa tadbirlarimiz juda ko'p bo'ladi. Tadbir davomida ish izlovchilar o'z mutaxassisligi va qiziqishdan kelib chiqib ish beruvchilar bilan bevosita suhbatlashish, mehnat sharoitlari, ish haqqi va talablar haqida batafsil ma'lumot olish imkoniga ega bo'lishdi. Bizda hozir Texnopark MCJda 300 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari ochilgan bo'lib, ushbu lavozimlarga, ushbu joylarga qabul jarayoni bo'lib o'tmoqda. Shu sababli bugungi kunda ish qidirayotgan, ishsiz bo'lib turgan yoshlar hamda boshqa fuqarolar bo'lsa, marhamat qilib kelib hujjat topshirishligi mumkin va suhbat asosida bizda ishlar tashkil qilingan. Har bitta kelgan fuqaroga individualniy yondashib, ularni har bittasi o'sha ishga kiradigan xodimni birinchi anketa tarqatiladi, anketani to'ldiradi. Anketa to'ldirilgandan keyin ular o'sha ishga qabul qiladigan rekruting bo'limimiz bor. O'sha bo'limga uchrashadi. Ular tomonidan yo'naltirilgan holda ish beruvchilarimizga suhbatga yo'naltiriladi va ular o'sha ish beruvchilar tomonidan suhbat qilinadi. Agar mabodo ish beruvchilarga ma'qul kelmay, ular tomonidan ushbu fuqaro qabul qilinmagan taqdirda bizda zaxirada ham o'sha variantlar mavjud. Ya'ni ichkarida boshqa ish beruvchi zavodlar mavjud. O'shalarga yo'naltirilgan holda maksimal darajada fuqarolarni ish bilan ta'minlashga harakat qilamiz. Shuningdek, ishtirokchilarga kasb-hunarga o'qitish, qayta tayyorlash, tadbirkorlikni yo'lga qo'yish hamda bandlikka ko'maklash bo'yicha davlat dasturlari yuzasidan mutaxassislar tomonidan maslahatlar berildi. Bunday mehnat yarmarkalari aholining bandligini ta'minlash, bo'sh ish o'rinlarini qisqa muddatda to'ldirish hamda ish beruvchi va ish izlovchi o'rtasida samarali muloqotni yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mavlud Islombekov va Asilbek Islombekov ijodiy informatsion dasturi uchun